Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati Baliqchi tumaniga olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamiz 355 ga 380 razmerga o'rnadi. Ofis summasi 13.200.000 so'mga, 1 kvadrat metr 980.000 so'mga olib kelib o'rnatildi. Yarim 2 qavatli darvozamiz. Darvozamiz materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, stoykalari 10 uchlik stenada bo'ldi. Qalinligi, taglari shviller, listlari 2lik list ustiga 1/1lik tosh list bosildi. Yarim 2 qavatli bo'lib, shu o'rtasiga steklovatalar bosildi. Darvozamiz orqa holatlari ko'rsatib o'tsak, orqa holatlari, orqalari ham tekis, chiroyli holda o'rnadi. Zamovlar har doim o'rnatilgan zo'r zamok, shu kaltini. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Hamda kanalimizga yangi bo'lsalaring, like tugmachasini bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizni ham xudo xohlasa doim kanalimizga joylab borishga harakat qilamiz. Kraskadan oldingi holatlari, kraska sepish holatlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim kuzatib boringlar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.